Inson ruhini osmon bilan bog'laydigan sirli ko'prik haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Bugun biz Yoqubning qadimiy tushiga sayohat qilamiz. Yoqub akasi Esovning g'azabidan qochib, uzoq va xatarli safarga chiqdi. Kun botishi yaqinlashar ekan, u o'ziga boshpana izlay boshladi. Kun botdi. Yoqub yotish uchun joy topdi. Boshini toshga qo'yib, uyquga ketdi. Tashvishlar uni qamrab olgan, yolg'izlik qiynar edi. Uning tushi oddiy uyqu emasdi. Bu ilohiy bir vahiyning boshlanishi edi. Shunda u hayratlanarli bir manzarani ko'rdi. Yerda turgan zinapoyaning tepasi osmonga yetardi. Zinapoya bo'ylab Xudoning farishtalari tushib chiqib yurishardi. Ular nur va ulug'vorlik bilan to'la edilar. Har bir farishta ilohiy xabarni olib kelayotgandek tuyulardi. Bir payt u tushida bir zinapoyani ko'rdi. Zinapoyaning pasti yerga, tepasi esa osmonga tegib turganmish. Xudoning farishtalari zinapoyadan chiqib tushayotgan emishlar. Zinapoyaning yonida egamiz turgan emish. Yoqub tushida Xudoning ovozini eshitdi. Parvardigor unga katta va'dalar berdi. Yurt uning avlodiga beriladi. Yoqub uyg'onib ketdi. Yuragi hayrat va qo'rquvga to'la edi. Albatta, bu yerda egamiz bor ekan, men esa bilmabman, dedi u. U o'sha toshni xotira ustuni qilib o'rnatdi va unga moy quydi. Bu joyni Baytil, ya'ni Xudoning uyi deb atadi. Bu voqea Yoqubning hayotini o'zgartirib yubordi. U nafaqat yerga, balki osmon bilan ham bog'liqlikni his qildi. Xudo bilan bog'lanish, ilohiy vahiyga ochilish, bu faqat Yoqubning tushi emas, balki har bir insonning imkoniyatidir. Sizning hayotingizda ham shunday ilohiy aloqa bo'lishini istaysizmi? Xudo siz bilan ham gaplashishni xohlaysizmi? Bu videoni do'stlaringiz bilan bo'lishing.